1 dekabr qish fasli kirib kelishi bilanoq sizlarga bir yangilangan narxlarni tanishtirib o'taman. Ko'rib turgan konteynerlaringiz sotuvda mavjud, Viberlar bor. Xohlaganlaringizni tanlab olsalaringiz bo'laveradi. Tanlab olish tartibi ikkita. Birinchisi, kelib turib ko'zlaring bilan ko'rib mana shu konteynerda ichkarilariga kirib tomosha qilib bemalol olib ketsalaringiz bo'ladi. Ikkinchi yo'li yo davlat ichida ishlayman, yo Rossiyadaman, ag'daman, bag'daman, xullas ishim ko'p borolmayman desalaringiz, pastdagi nomerlarga Telegramda yozinglar yo Instagram shapkalarida ham bor Telegram kanalimiz. Telegram kanaliga qo'shilganlaringizdan keyin ko'rasizlar o'zi har bitta mashta turgan konteynerlar 360 rasmlarini tashab qo'yilgan bo'ladi. Misol uchun mana bu oq konteyner sizga yoqdi, shuni ko'ryapsiz. Ichi zo'r, poltaxtasi zo'r, tomi zo'r, hamma yo'g'i zo'r bo'lyapti. Konteyner yoqqandan keyin bo'ldi, mana shu konteynerda jo'natib yuboring desangiz, jo'natib yuboramiz. Borgandan keyin pulni jo'natib yuboraverasizlar. Bunaqa yamaqlarga to'xtaladigan bo'lsak, bular bir qanaqadir sabablarga ko'ra ochilgan bo'ladi, lekin germetkalab suv o'tkazmaydigan qilib yamab qo'yilgan bo'ladi. Bundan xavotir olmasalaringiz bo'laveradi. Xo'p, puliga to'xtalsak, $1895 O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ham shu narxning ichida yetkazib olib borib beramiz.